Assalomu alaykum berni axlar. Yaxshimisizlar? Boshlagan kunlaringiz xayrli bo'lsin. Bugungi ish kunimizdan biz boshlab oldik. Mana shu plashatkaga Neftesh kompaniyasining asfalt zavodi o'tiradi. Mana shu yerga. Adres tushuntiradigan bo'lsam, buyog'i 81 zapravka Sultonboyasidan kelishdi. Buyog'i Qizilqala 50 ga chiqib ketasiz. Mana hozir bolalar Chetosh bo'yicha qaziqlarni qavish ishlari olib borilyapti. Ana shu ko'rib turgan plashatkaga Nefteshning asfalt zavodi tushadi, xudo xolasa. Büruni 50 qala 4 ko'l rayonlarına shu yerdan asfalt tashiladi. Qizilqalaga yetmay yotib, mana shu yerdamiz. Qaratog'da ko'pirimiz почти bitti hisob. Sizlarga ana shu yerda tezda bitirib beringlar degan bizning ishlarimiz, xudo xolasa shu asfalt zavodidan padoshkalarni tayyorlab, quyib, taxlab beramiz. Mana shu akalarimiz hozir qaziq qagish bo'yicha ish olib borilyapti. Yelkalarni bog'laylar, ichiga ishini keyin sharoit daxalasi qilib berishyapti. Instrument qo'yishga bir konteyner, yotoqxona uchun ikkinchi konteyner. Instrumentlarimizni generator olib kelgan. Ja lyuks bo'lmasa ham mana o'zlarimiz qo'ldan bankomat yasab olganmiz. Nabiyamiz shunday tabiat manzarasına boy. Aholi kam. Ligidetda bir 4-5 kilometrday bor. Yanımızda kirpich zavod bor ekan. Bolalar bilan konteynerda ishlayapti yotoqxonani. Instrument qo'yadigan xonalarda. Hamma narsani o'qib o'qiganmiz. Mana generator bor. Kichkina generatorlarimiz, ana ko'rkak qilib qo'yibmiz. Chiqarib berish uchun napalavkalarimiz. Ana shu konteynerga instrumentlar qo'yamiz. Mana konteynerga o'zlarimiz uchun yotoqxona. Ana shu ko'rib turgan plashatkaga asfalt zavod tushadi. Xudo xolasa. Video yoqqan bo'lsa like bosib tarqatib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.